Assalomu alaykum, kanalimizning UFC shaydolari, uzoq kutilgan UFC'ning yil jangiga ham oz fursatlar qolmoqda. Ayni daqiqada Abu Dabidagi janglar orolida ertangi oqshom ishtirokchilarini tarozidan o'tkazish marosimi tashkil etildi. Birinchi bo'lib yengil vaznda UFC chempioni Habib Nurmagomedov taroziga chiqdi. U belgilangan vazn me'yorini bajardi. Habib Justin Gaethje'ga qarshi jang oldidan 6 kun ichida 8,5 kg vazndan xalos bo'ldi. Habib Nurmagomedovning raqibi Justin Gaethje taroziga chiqdi va u ham belgilangan 155 funt vaznni tarozida namoyish etdi. Hamyurtimiz Liliya Shakirova debyut jangidan avval taroziga ko'tarildi. U eng yengil vazn uchun belgilangan 126 funt, ya'ni 57 kg vaznni ko'rsatishga erishdi. UFC 254 turnirida jang qilish kutilayotgan jangchilarning barchasi belgilangan vaznni tarozilarda namoyish etishdi. Do'stlar, Habib Nurmagomedov vazn tashlash marosimiga yaxshi ko'rinishda kirib keldi. O'ylashim bo'yicha katta vazn tashlash Habibning ertangi jangiga yomon ta'sir ko'rsatmaydi va u albatta g'alaba qozonadi. Nasib bo'lsa biz ertaga Habibning 29-g'alabasini birgalashib tomosha qilamiz. O'sha mashhur janglar oroli UFC 254. Habib Nurmagomedov, Justin Gaethje. Hammasi qanday boshlangan edi? Kim g'alaba qozonadi? Hammasi 24-oktyabr Abu Dabida hal bo'ladi. UFC 254 turnirini Vodiy TV'da birgalikda tomosha qilamiz.